O'tgan darslarda biz driverimiz qaysidir shtatga, shaharga borib qoldi. U yoqdan qanaqa yuk olishi bilmaymiz va shu paytda eng yaxshi yuklari qanaqa qilib olsa bo'ladi, o'shalar usuli haqida gaplashgandik. Endi bugun EasyRelay qo'shimcha dispetcherlari ishini samaradorligini oshiradigan, tezroq ishlaydigan, osonlashtiradigan funksiyalar haqida gaplashamiz. Ulardan birinchisi AI funksiyasi, AI chat, ya'ni bunda nima? Misol uchun bilasizlar, performansilar B+ dan baland bo'lsa, o'sha sizlarga AI chatda narxi ko'tarib gaplashsanglar bo'ladi. Ayrim yuklarni narxini oshirib gaplashsanglar bo'ladi. Amazon o'zini AI bilan gaplashib, lekin qaysi yuk chiqqanini sizlar bu chatni bosib bitta bosib chiqib end chat qilib bosib chiqishingiz kerak bo'ladi. U narsa vaqtinglarni olib qo'yadi. Lekin misol uchun sizlar qaysi yuklar AIda borligini bittada bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu EasyRelay AI chat highlight'i bor. Bunda yukka o'sha AI ga chiqqan bo'lsa, mana bunaqa qilib AI chat qilib ko'rsatib qo'yadi. AI chat qilib ko'rsatib qo'yganidan keyin sizlar o'sha yukka mana misol uchun AI chatga kirib turib, yana ham bitta zo'r usuli bor. AI chatga kirganingizdan keyin mana o'sha yukka narxini tez oshirish usuli bor. Oldin qo'lda yozib chiqilardi yoki eski yozib qo'yilgan skriptlar bo'lsa, o'shani copy paste qilinardi. Endi esa bu yoqda tayyor sizlarga mana nimalar turibdi, skriptlar bor. Shularni shuna bosasizlar, sendni bosasizlar, o'zi narxini oshirib ketaveradi. Keyin bundan keyin yo menimcha narx qilib bera olaman desa, keyingisini tanlab turib, keyingisini bosasizlar, narxini o'z-o'zidan oshirib ketaveradi. Bu sizlarga vaqtinglarni ancha tejab beradi. Undan tashqari Bobtail funksiyasi bor. Uni oldin ham aytganmiz, yana bir marta aytamiz. Misol uchun driverlar turibdi. Aynan mana shu yukka oladigan bo'lsak, driverlar o'zi San Bernardino, Kaliforniyada turibdi. Sizlar shuni oldindan Bobtailligini bilsanglar, buni EasyRelay o'zi chiqarib beradi. Agar oldindan biladigan bo'lsanglar, mana bu yukka olayotgan paytingizda driverni demak men Paris, Kaliforniyaga olib borishim shart emas ekan deb turib, misol uchun soat 3 ga ulgurmayman-ku degan bo'lsa, yukka olib borishingiz mumkin. Ikkinchisiga qarab, to'g'ri qirto'r. Bu narsa Bobtail bo'ladi. Yuk olganingizdan keyin sizlarga Bobtail bo'lib keladi. Birinchisiga mobile check-in, check-out urib olsanglar bo'ldi. Bu haqida ham hali darslar olamiz. Darslarimizni kuzatib borsanglar, qanaqa qilib mobile check-in, check-out urib olish o'sha Bobtail yuklarga ularni ham o'rgatamiz. Undan keyingi o'sha dispetcherlarni samaradorligini, o'sha yaxshiroq yuk olishga, tezroq olishga foyda beradigan narsalardan biri, misol uchun yukka og'irligi. Mana yukka og'irligini sizlar yukka ichiga kirmasdan ko'ra olasizlar mana. Har bitta yukka og'irligi bor. Misol uchun siz bilmaysiz, Amazon o'zi ko'rsatmaydi yukka og'irligi qanaqaligini. Shuni olib qo'yasiz, 44 ming bo'lib chiqadi. U tog'dan o'tishi mumkin, har xil qiyin joylardan o'tadigan, kichkina joylardan o'tadigan yoki umuman trakka o'zi o'sha 40 mingdan og'ir, 35 mingdan og'ir ko'tara olmasligi mumkin. O'shanaqa holatlarda sizlar oldindan bilasizlar bu yukka og'irligini. Undan tashqari mana bu e'tibor bersanglar, ayrim yuklarga mana ko'kartirib qo'ygan. Bu nima? Mana bu 2400 maylli yuk, lekin 8 kunu 7 soat bergan. Bu degani, bu aslida 2500 maylli yukka solo driver ELD bilan yurgan taqdirda ham 5 kunda tugatsa bo'ladi. Lekin ko'rib turibsizlarki, bu 8 kuni 7 soat bergan. Bunda o'sha 8 kundan keyin qabul qiladi katta ehtimol degan. Buni oldindan aytib qo'yadi, ehtiyot bo'linglar, mana 8 kun tranzit bergan degan. Lekin buni yana bitta sizlarga zo'r tomonini o'rgataman. EasyRelay shuni ham tekshirsanglar bo'ladi. Mana check early acceptance. Mana bugun pick up qoldinglar, bu empty trailerdan keyin bugun pick up qoldinglar. Delivery erta qabul qiladimi yo'qmi bilamiz. Mana qarasanglar, bu yoqda o'sha deliveryda erta qabul qilish soatlari. Mana 5% 25 soatdan oldin qabul qilgan, ya'ni 1 kundan oldin qabul qilgan. Ya'ni bu yerda vaqtli kelgan traklardan deylik 100 tadan 5 tasi 25 soat oldin kirgan. Qolganlari 29 soatdan 12 soatga, 4 soatdan 0 soatdan 4 soatgacha kirgan degan. Demak, bu yerda katta risk bor. Biz bu yoqda driverimiz misol uchun 1 kun oldin kirishi mumkin, lekin 2-3 kun oldin qabul qilmasligi mumkin ekan. Mana 25 soatdan oldin kirgan, lekin u traklar soni kam. Kirsangiz bo'ladi, bu risk. O'shanga qarab sizlar oldin qabul qiladimi yo'qmi bilib olasizlar. Va to'l
to'llar ham asosiy misol uchun ba'zida o'zingizni owner traklaringlar bo'lsa yoki company driveringlar bo'lsa uni hisoblab yurishingiz kerak. Ba'zi yuklarda mana misol uchun $220, mana bunda вообще $429 to'li bor. Bu to'llarni oldindan bilmasdan olib qo'ysanglar, keyin driver to'lli yo'ldan olib qo'yibsan, yuk qilmayman deb turib, yukka reject qilishinglarga yoki o'zingizlarga boshqa qiyin narsalarni to'ldirishinglar, misol uchun qiyinchiliklar, muammolar kelib chiqishi mumkin. Bu to'lli kerak emas menga desanglar, to'lli o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana settingsga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda hamma narsani o'chirib yoqsa bo'ladi. Mana tools topasizlar bu yerda. Mana show to'lni o'chirsanglar, sirazi yo'q qoladi. Yoki bu yoqda hide sidebar bor. Mana misol uchun o'sha o'tgan safar aytganimiz bu tomondan chiqishi o'chirib yoqsanglar ham bo'ladi va juda ko'p funksiyalari bor. Bularni biz keyingi darslarimizda tushuntirib boramiz. Darslarimizni ko'rib borsanglar, inshaalloh relaydan zo'r samarali foydalanib, eng qimmat yuklarni boshqalardan oldinroq olishni o'rganib olasizlar.